Minäkin. Koska näkyy saapka perti chokarda. Chokarda deyim de. Koska näkyy saapka perti çekirdi. Islam at qanday ekan, minesinmi? Sen mine turgan at ekan da, hozir. Oho! Uzakta piştiler. Yelçi oldular ya. Nereye gelip kaldı? Şu hoşum değil. Hadi İslam atın al. Cetele. Oy yapalım. Hadi kaçıngan mingin boldurma. İlim? Qanday ekan? Bo'ldi, beri qaytchi? Beri qaytchi? Ne tashlab qo'yding? O'zi yaxshi atgan-da. Maşallah. Qarmat atgan. Sen qarmaychi? Bor, uyga kirib opangga ayt. Otning aqchasini tayyorlab olib chiqat kesdi. Olib kel, og'anga ber. Miskin og'anga. Yeah. Ko'z baraka qilib qo'ylu. Sana. Sana olib keldim aytan shuni. Oy. İslam qo'l berma. Shu bergan aqchani rostmi? Kimdan rostmi? Naqd jashunga mingin bo'turmi? Jaxshi pulga sotib olgan, ha? Rostmi? Barakami? Bor baraka. Bo'ldi. Nima? Qachiqlar. Kelbegile. Ekat bo'g'layman. Jo'sh bo'lgani men ham baribir ishonch yo'q. Mayli, boshqa aka? O'tirganmi? Barakasini bersin. May. Rahmat. Yaxshi, ne sotib olgan. O'zi maga nasib ekanda. O'zi olib ele chalgansa bir yaxshi narsa chiqdi. Gel tartib chiqaraylik YouTube'ga dedingizlar, andan keyin 10 mingga maga tashtang degan o'sha yerdalar, ko'rbaska. O'shada ham berib qo'ydim-da bir-ekoni. Bozordami? Sana nasib ekanmi? O'zi aka, bu 220 deb chiqardingiz-ku. Ha. Çalular bo'ldi-ku? Ko'p suratlar 60-70 surat, 160-170 surat. Bersang alayın deb. O'shaga bersang oldim, sразу aqchani o'tiraman. Salib ber deganlar ham ko'p bo'ldi. Hem sodada jiramiz-ku, nasibi-da. Peshanada ham Peshana. Go'nda ozda ko'rib dedi. Ha, ishingizga egilib. To'ylarda yaxshi o'tkazib oling. Xudo xolsa. Ne qilasiz ekan mana 3-4 kunda sorunlarni bir jansız qilaman, ana keyin. Bir yaxshi elga jariya qilasiz xudo xolsa. Nima 21i siznikinde uloq. 20'sı to'y 21 uloqda. 20'sı bizde uloq. O Turan akani ham bron deb qo'yibsiz. 20'sı kun abetdan keyin bo'shating Turan akani. Bizning uloqda o'tkazib bersin aka. Bizga o'sha hali qiziq kun o'sha kun bo'ldi 20'sı. Turan aka chalsam, o'skan akang men qancha so'zlashsam men o'shaga roziman deb qo'ydi-da. O'shani o'ylanishtiraylik aka. Bo'lsa, o'tkazishga. O'tkilam naqa? Qanday ekan? Yaxshi-da, otang yaxshi narsalarni oladi-da. Mayli, o'skan aka. Bo'pti. Hech bo'lgan. O bergan aqchadan sonning qilib chay olib berib qo'yib qoldiringizga. Bo'pti. Ular yig'latib uxlab qoladi. Islom. Ular ham sendek ol chay qo'ysin. Algam. Bo'pti. O'skan akadan ham Alloh rozi bo'lsin. Ketdi. O'shantib Çavkar deyim de çekir. Özüme geldi. 140 ming so'mga keldim aka. Mana yo'l kirasindagini qo'shib berib qo'ydim. Şöyle dostlar. Payda verem degenler çalasızlar. Jana aytib Jaman kommentarini qo'ldan kelsa yozmaylar o'g'lar. Endi bu ish bir de payda ko'ramiz, bir de ziyon ko'ramiz. Endi bayaqintib boshqa atlarga solishtirib ko'ringizlar. Negisi bosi qanday bo'ldi? Bozordan 130 mingga olingan. Keyin bizning YouTube kanalımızga 230 ming deb chiqdi.
Mına. Jantürüküm bazarga жүктейм деп калган экен. Bazarda эмеле 150 жөн эле сатам дедилер ака. 10 000 пайдасына мага эле бериң деп мен токтотуп мага келип калган жайы. Ошол достор. Ушундай соода болду.